Assalomu hurmatli Lider Mash texnikasini kanalini kuzatuvchilar, do'stlar, sog'misizlar, omonmisizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga nerealli taklif, zo'r imkoniyatlar bilan videoga yuzlanib turibmiz. Bilasizlar, biz bo'ldi bo'lmadi video chiqarmaymiz. Oyda qo'ysak bir 5-6 video qo'yamiz. Ne chunki har bir qo'ygan videoga biz tayyorlanamiz. Zagadovka ishimiz shu vajdan ko'proq tushiramiz. Xalqimiz kelgan vaqtida yo'q deb aytmoqqa biz uyalamiz. Shuning uchun bu videoni o'tirib berish xato bo'ladi, galab olmaslik undan ham katta xato bo'ladi. Voy bu nov aksiya ekan deb turgan bo'lsanglar, videoni oxiridan ko'ringlar. Zo'r aksiyalarni qo'yib beramiz. Avtomat kir mashinalar bugun. Keyin o'tgan videoda ukam kommentariya show qo'ygan ekan. Kommentariya showni ham hozir oxirida videoning oxirida ukamiz aniqlab beradi. Qarang do'stlar, hozir to'y sezon. Gullar qizdi, hamma to'y beraman deb turibdi. To'ychilar to'g'risini aytaman, nidan olsam ekan, nov olsam ekan deb turgan bir paytda Lider nomer 1 shu Vishkin yanındagi filialimizda sizlarga nerealli taklifni beramiz. Bir avtomat kir mashina olasiz, to'yingizni hammasi yepib, xudo xolasa bitadi. Qaranglar do'stlar. Gelasiz Lider Mash texnikasini 6 kilolikmi, 8 kilolikmi umuman farqi yo'q. Narxini qarang. Midea 6 kilolik 3 million 400 dan 2 million 800 ga tushgan. Bilasizlar, biza har bir videoda narx aytib chiqamiz. Padarkilarni ham hozir aytaman, lekin sami qilani birinchi uchotda narx. Agarda boshqa yerda 6 kilolik mediani 2 million 800 ga padarkilar bilan topsanglar, men tekina beraman. Gapim javob. Keyin Sevintage kompaniyani 3 million 600 dagi 3 million 100 ming so'mga tushgan. Ko'rsatma bir de ina. Immer kompaniyaniki narx 8 kilolik 4 million 400 dagi 3 million 600 ga tushgan. Vestel kompaniya Turkiyada ishlab chiqarilgan kattasi 8 kilolik 4 million 900 dagi 4 million 100 ga tushgan. Ishlari katta. Turkiyaniki bu. Hamma mahsulotda narx yozilib turibdi. Har bir mahsulotning narxi bor. Bozor narxi bor. Bizaniki to'g'risini aytamiz, dim arzon emas, bozor narxi bilan birda bir. Lekin bizning yonimizda beradon taklifimiz nerealli. Bozor bu narxdan bersa padarki bera olmaydi. Padarki bersa bu narxdan bera olmaydi. Biz ikkisini ham aytib beramiz xudo xolasa. Artel 4 million 100 dagi 3 million 600 ming so'mga tushgan. Media kompaniyaning 7 kilolik 4,5lik 3 million 900 ga tushgan. Magna kompaniyaniki 4 million 900 dagi 4 million 400 ga tushgan. Lumax kompaniyaniki 5 million 400 dagi 4 million 900 ga tushgan. Lumaxning Oxyvetan bu 4 million 900. Hoffman kompaniyaniki 4 million 900 dagi 4 million 600 ga tushgan. LG kir mashinani 5 million 200 dagi 4 million 600 ming so'mga tushgan. Inavida Samsung kir mashinamiz 4 million 900 dagi 4 million 400 ga tushgan. Bu narxlarni ko'rib turibsiz-ku, o'zi skidga da qo'yibmiz. Endi yonidan non qo'shib berasan desangiz, avtomatni birinchi uchotda O'zbekistonda yo'q kolичествоda bor. Dakansa hamma assortimentidan bor. Gelib tanlab olsangiz bo'ldi. Faqatgina tanlashni sizga qo'yib beramiz, assortiment bizda bor. Gelasiz 6 kilolikmi, 8 kilolikmi, 10 kilolikmi farqi yo'q. Liboy birsini xarid etib olasiz. Sizga o'zi skidga atib, chiroylatib, uyingizga dostavka etib beramiz. Yonidan non qo'shib beramiz. E'tibor berib turing. Ko'p odam medachuda padarki kerakmidi degan yurtdoshlarimiz uchun padarkini zo'rni qo'yib beraman. Ko'rsin. Kuxunni uголок qo'shib beramiz. Bagima naborni qo'shib beramiz. Bir shartimiz bor. Bagima naborni qo'shib olishingiz uchun xudo xolasa biza Instagramda toza profil ochganmiz. Lider nomer 1 kanalimizning Instagram profili. Shunga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz shart. Ko'rsatib berak hozir. Mana 1 minut. Shu bizaniki screenshot atib olinglar. Bu kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar zarar etmaysiz. Bilasizlar, YouTube'ga kunda video qo'ya olmaymiz, lekin bu Instagramda istoriyalarda ham birdan ikkidan konversiyadan ham skidga qo'yib turibmiz. O'tib obuna bo'lib qo'yishlaringizni tavsiya etaman. Obuna bo'lib qo'ysanglar kundalik yangiliklarni Instagramda ko'rib borasiz. YouTube esa haftada bir dana ya ikki dana video qo'yamiz. Shuning hisobiga kam video qo'yamiz. Shuning uchun Instagramga o'tib qo'yasiz. Endi kelasiz, bir dana 2 million 800 ming ga kir mashina olib turibsiz. Kuxunni uголокini qo'shib bersak, stolini, 2 dana tabletkasini, bagima naborini ham Instagram obuna bo'lib kelsangiz, ishsini ham qo'shib beramiz. Bu taklifga qarang endi do'stlar, bir avtomat olsang shunchalik narsa yo'q. Bu ajdarim bor meni uyimda. Ya to'ychini uyingda bor, sepinatib beraman desam, bor bu ajlar degan yurtdoshlarimiz uchun. Bir dana Lumax kompaniyani duxovkasini qo'shib beramiz. Agar shu qo'shib bergan duxovkamiz qizdirmasa, somsani pishirmasa, almashab beramiz. Duxovkaga ham 3 yil garantiya beramiz. Tapa naborini qo'shib beramiz. Pilisosi Samsung pilisosi, parovoy utki, sokajimalkisi, termopoti, utki stoli sushilkasi. Hammasini qo'shib beramiz. Xolang 2 million 800 dagini oling, xolang 5 millionlikini oling, farqi yo'q. Sog'alan tekina qo'shib beramiz. Agar bu kerakmi desa. Yo'q, bu narsa ham kerakmidi? Avtomat olsam xolodilnikka pulim yetmaydi. Xolodilnik olsam avtomata yetmaydi degan yurtdoshlarimiz uchun. 2 million 800 dagmi, 4 millionlikmi, 4,5 million liboy bir avtomatni olasiz, sizga yonida bir dana xolodilnikni qo'shib beramiz. Doğru eshitdinglar, xolodilnik. Xolodilnik misal 3 yil garantiya beramiz. Zifler kompaniyaniki zo'ri. Ish harakatda 2 kamerali.
Ay endi uka xolodilnik olib qo'ydim. Endi avtomat olib bir tezroq olaman deb turgandim degan yurtdoshlar uchun kalkulyator sinib qoladigan yerga keldik. Geldingiz. Arzon avtomatni ko'rsatmay, arzonni asosan qo'shib beramiz, qimmatini asosan. Geldingizlar. Ko'rsatib qo'yversin. Masalan, Bosch kompaniyaniki, endi sifatli, brend va jalaman, zo'r va jalaman degan yurtdoshlarimiz uchun Boschni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. 6 million 802, 6 million 400 ming so'm xaridlatib olishingiz mumkin. LG 6 kiloliki 5 million 200, 4 million 600 ming so'm shuni xaridlatib oldingiz. LGni 4 million 600 ga xaridlatib oldingiz. Sizga yonimda bir dana 50 dyumlik tizonni qo'shib bersam, 5 millionlik tizonni qo'shib bersam, shunda siz qancha so'm oshib turibdi? 400 ming so'm foydadasiz. 4 million 600 ga LG olib turibsiz. 5 million so'mlik televizorni qo'shib beribsiz. 1.27 santimetrlik 4K 50 dyumlik Bluetooth bor, Netflix bor, YouTube bor. Короче, Android hamma narsasi bor. Yo'q, uka, bo'lmam bor dedingizmi? Sizga yana bir taklif qo'yamiz. Gaz plitasi, Ferre kompaniyani Turkiyada ishlab chiqarilgan, chugulli bo'ladi, original. Yonida tapasi, qozoni, chayniki shuni tekina qo'shib beramiz. Xolang 2 million 800 ga avtomat oling, xolang 5 million u avtomatni tanlashi o'zingizning ishlatishingizdan kelib chiqib. Siz может arzon avtomat ishlatishingiz chiqar, может zo'r avtomat, uni siz tanlab olib bo'lgandan keyin xalosangiz divon, uголок naborimiz, medachuda naborimiz, xolodilnik, televizor ya gaz plita. Yo'q uka, bilan hammasi bor, avtomat olmay yurganim sababi Ariston bilan nasozim yo'q dedingizmi? Garazi. 80 litrlik Aristonni bir dana Shenjin nasozini shunday tekina qo'shib beraman. Bu degani avtomat kir mashinani sotib oldingiz, boyningizga eng kerakli bo'lgan mahsulotlari bitti degan. Endi assortiment narxlariga keladigan bo'lsak, biza narxlarimiz bozorda arzon demaymiz. Bozor size 3 milyona bersa, biz 2 milyon 900 ga berib bilamiz. Reallik ko'rgan yeringizda 100 ming so'm kamida arzon berib bilamiz. Bozor berolmagan sovg'alarni qo'shib beramiz. Shunday videolar yoqsa, qo'llab-quvvatlab, like bosib, Xursandbek keyingi videoda xolodilnik qo'yib ber, yo televizor aksiya qo'yib ber. Degan takliflaringiz bo'lsa, kommentariya yozinglar. Xudo xolasa birgalikda endi ukamimizni sizlarga kommentariya shoni aniqlab beradi. Hammaga rahmat. Xudo xolasa o'tgan videoda Pratika kommentariya show qo'ygan ekan, duxovkasi, mikrovolnovka, Samsung pылесос и kuller apparatni qo'ygan ekan kommentariya show. Random program markalarni aniqlab beraman deb qo'ygan ekan, ukamni o'zi qo'ygan sovg'alarni aniqlab beradi. Bu videoda aktiv bo'lib, keyingi videolarimizda no narsalarni skidga qo'yib, kommentariya show no qo'yib. Shuni yozinglar, e'tibor olgan holda qo'ldan kelganchalik qo'yib berishga harakat etamiz. Dilshodbek qo'ygan 4 ta sovg'ani aniqlab berasan, xudo xolasa. Assalomu alaykum, yurtdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? 4 ta o'rin qo'yganmiz, 3-4 ta podarka mutlaqo sizlarga tekana kommentariya sho'ga qo'yganmiz. Kommentariyamiz do'stlar, shu videoda 5 kundan keyin o'z g'oliblarini aniqlab beramiz deb aytilgan. Kommentariyamiz 3566 kommentariya bo'pti, ya do'stlar. Hammasi omad tilaymiz, randomda aniqlaymiz deyapmiz. Xudo xolasa 1-o'rin, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rin. 4-chi o'rindan boshlaymiz do'stlar. Omad tilaymiz hammasi. Yana randomda do'stlar. G'olibimiz kelasiz, profilingizni ko'rsatasiz, olib ketaverasiz, xudo xolasa. Dilnoza degan profil. Ikkinchi o'rinimiz esa mikronopkin g'olibini aniqlaymiz do'stlar. Hammasi omad tilaymiz. Ikkinchi g'olibimiz yana kelib profilingizni ko'rsatib olib ketaverasiz. Uchinchi o'rin g'olibimizga keladigan bo'lsak, pылесос do'stlar. Profilini Adambayev degan Xudo xolasa kelib profilingizni ko'rsatib olib ketaverasiz. Eng glavniy prizimiz kuller. Kommentariya show uchun oxirgi g'olibimiz do'stlar, yana profili. Kelib profilingizni ko'rsatib turib, podarkalarni olib ketaverasizlar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Sizlarga zo'r yangiliklar aytishda biz davom etamiz.